Yo'q, endi biz sizlardan ko'nglimiz yo'q. Chunki eng yaxshi matbuot kotiblarimizni bittasi shu yerda, lekin sizga qoyil qoldim. Shuncha texnika bilan ta'minlab qo'yibsiz. Mayli, sog' bo'lsizlar. Prezident tomonidan shunaqa imkoniyatlar yaratilgan, qarorlar chiqarilgan, lekin hamma ham bunaqa qilib qo'llab-quvvatlayotgan yo'q. Afsuski. To'g'risi. Sizga rahmat, lekin bu endi mashinasi borligini bilamiz. Texnika eng zo'r borligini bilamiz. Gazeta masalasi. Shu gazeta masalasi. Og'ir. Bu 3 yil bo'lsa, 3 yildan buyon yechimini topishga harakat qilyapmiz. O'qimaydi, ammo telefon deydi, gazetani o'qimayapti qo'ydi-da, gapni ochib. Millatning kitob o'qimasligi, gazeta o'qimasligi u og'ir narsa. Natijasi yaxshi bilan bo'lmaydi. Gazeta shu uchun yopilib ketdingizmi? Hali yopilgani yo'q. Yopmaymiz uni. Hozir bu previsheniyadan bir 500 millionlik faqat uskunasi uchun viloyat hokimidan yordam so'radik, ijobiy natija bo'lyapti nasib bo'lsa. Nurotoni gazetasi 36-yildan buyon ishlaydi. 36-yildan buyon ishlaydi. Hamma hokimga aytadiganim, bizani Silam davriga kelib bu yopilib ketish kerak emas. Yo'q, yopilmaydi. Axborot xizmatiga qanaqa e'tirozlaringiz bor yoki qanaqa bir takliflaringiz bor? E'tiroz emas, taklif. Taklifki shu nafaqat Nurota, balki boshqa tumanlar ham shundaydir. Axborot xizmati mas'ullarini malaka oshirishini yo'lga qo'yishimiz kerak. O'zbekiston ichida malaka oshirsin. Mayli chetga yuboraylik ularni. Blogerlar bilan aloqa qilsin. Hozir sun'iy intellekt masalasi chiqdi. Masalan, agar axborot xizmati uni to'g'ri yo'nalishda ishlata olsa, eng katta yordamchi o'zi beminnat xizmatkor o'sha bo'ladi. Sun'iy intellekt to'g'ri, juda katta imkoniyat, juda katta bir salohiyat ko'rsatib olish uchun bir instrument bo'ladi. Lekin uni teskari tarafi ham bor-da. Agar uni to'g'ri yo'naltirilmasa, u teskari effektlar berishi. Shuning uchun tajriba kerak. Axborot xizmatiga hokimiyatda yordam berishlar ajratish kerak. Shu ishimizni biriktirib berish kerak bo'ladi. Biriktirish. Chunki hududingiz katta, qilinayotgan ishlar ko'p. Rahmat. Sizga rahmat. E'tibor uchun. Sizlar mas'uliyatli ishlar. Rahmat. Sog' bo'ling, ko'rishamiz. Rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, hamma hokimliklarda bo'ldik. Hokim xonasini, nima deydi, kabinetlarni ko'rdik. Bu gal boshqacharoq bo'ldi endi. Nurota tuman hokimi axborot xizmatining xonasiga kirib keldi. Chunki hududlarga chiqib ketayotgan ekanlar. Viloyat hokimiga o'xshagan Nurota tuman hokimi ham joyida o'tirmaydi shekilli. Endi bu galgisini shunday qabul qilasizlar.